Yorimizda ilk eko amaliyoti uchun litsenziyani qo'lga kiritgan Istanbul eko markazidamiz. Ushbu tibbiy maskanda tajribali reproduktolog hamda embriologlar faoliyat yuritishadi. Shu kunga qadar minglab o'zbek oilalarida chaqaloq ovozini yangrashiga, yangi mehmonning dunyoga kelishiga sababchi bo'lib kelayotgan, salkam yarim asrlik mehnat stajiga ega reproduktolog shifokor Fethiya xonim bilan suhbatlashamiz. O'zbekistonda 4 yildan beri faoliyat olib boryapsiz. Sizningcha juftliklarda qanday muammolar ko'p uchramoqda? Evet, O'zbekistonda O'zbekistonda men 4 yildan beri faoliyat olib boryapman. Bu yerda eng ko'p kuzatilgan bepushtlikka sabab bo'layotgan omillardan biri infeksiyalar bilan bog'liq muammolardir. Infeksiyalar ham erkaklarda, ham ayollarda juda ko'p kuzatilmoqda. Erkaklarda asosan tamaki va alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish natijasida ham bepushtlik yuzaga kelyapti. Ayollardagi bepushtlikka eng ko'p sabablardan biri polikistoz kasalligi. Shuningdek, insulin darajasining yuqori bo'lishi, qonda glyukozaning ortishi, noto'g'ri taomlanish oqibatida yuzaga keluvchi salbiy o'zgarishlar ovulyatsiya jarayonining buzilishiga olib kelmoqda. Eko jarayonida genetik kasalliklarni davolash yoki oldini olish mumkinmi? Bu tibbiyotdagi katta yangilik. Ba'zi oilalarda qarindoshlar o'rtasidagi nikohning ko'payishi oqibatida nasliy kasalliklar ortib bormoqda. Ana shunday irsiy kasalliklar nasldan naslga o'tmasligini oldini olish uchun eko amaliyotidagi ushbu yangi texnologiya bunga juda katta yordam bermoqda. Demak, eko amaliyoti farzandsizlikdan qiynalayotgan juftliklarda qo'llaniladi va shu bilan birgalikda nasliy kasalliklarni ham oldini olish qo'llanilsa, bolada irsiy kasalliklarni kuzatilmasligiga ham erishish mumkin ekanda. Ha, albatta bu mumkin, to'g'ri tushundingiz. Istanbul eko va ayollar salomatligi markazi poytaxtimiz Toshkentda, Samarqandda va Urganch shaharlarida barcha juftliklarni qabul qiladi. Tajribali shifokorlar tomonidan hamyonbop eko muolajasiga marhamat.